Nimaga trenirovka jarayonida charchab, holsiz bo'lib qolasan? Chunki sen cho'dik trenirovkadan oldin yetarlicha kaloriya iste'mol qilmaysan. Misol uchun, agar cho'chqada semirib ketgan bo'lsa, uzoq ko'ngilingizga tepib qo'ydim, sal yumshatamiz. Molda semirib ketgan bo'lsa, unaqada trenirovkadan oldin kofe, protein, tuxumni oqi va xurmo. Bu mahsulotlar anabolizm uchun yordam beradi va seni butun umr ozgina yig'ib qo'ygan mushak massasini yemirilishini oldini oladi va kardio nagruzkalaringni ko'proq ortiqcha yog' rasvot qilishing uchun yordam beradi. Aksincha, lichinkadek qiltiriq bo'lsa, mushak massasini yig'olmaydigan bo'lsa, unaqada sen ko'proq kaloriya iste'mol qilishing kerak va ko'proq uglevodlar. Bu uchun ovsyanka va banan. Bu eng zo'r uglevodlar. Qo'rqma uglevodlardan. Chunki sen bir qop arpa yesang ham semirmaysan. Chunki seni genetikang shunaqa. Kaloriyani qanaqa qilib hisoblayman deysanmi? Men EA programmasi orqali o'lchab ko'raman. 90% to'g'ri chiqaradi kaloriyani. Bu haqda opsioniyada yozib qoldiraman. Va keyingi mavzular nima haqida bo'lishi kerakligini kommentariyada yozib qoldirgan. Meni kuzatib borsang, men bilan zerikmaysan.